حي على الفلاح. Yo'q. Sizga yetkazilgan xabarlarning hammasi ham aniq haqiqat emas. Qur'onni maxluq deganing rostmi? Ha, U bitta va o'zgartirilmagandir. Quyosh va oyga sajda qilish kufr emas, balki kufr alomatidir deganingchi? ha. Bu ham haqiqatmi? Bu gaplarni qayerdan oldingiz? Avvalo oyatning tafsiriga qarashingiz lozim Ibn Idris. To'liq oyatlar eng yuksak dalil va hammasidan ravshan. Sen menga dalil keltirishingdan avval aytchi, nimaga asoslanib dalil keltirasan? Biror kitobdanmi, taxminiy farazmi yoki mavjud sunnatdanmi yoki savol berib gapni aytmoqchi bo'ldingmi? Yo'q. Unda qanday qilib Allohning kitobida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlarida bo'lmagan narsalardan hujjat keltirmoqchisan? Sallallohu alayhi va sallam. Shu va shunga o'xshash masalalarda sahobalardan birortasi yoki ulamolar xato qilganlarni eshitmaganman. Men e'tiqodimga zid bo'lgan narsalarni aytyapmanmi? Bishir, sen qayerdasan? Fiqh va hadisi sharif qayerda? Alloh va uning bandalari roziligi uchun bu ishlarni qo'y. Kalom ilmini o'rganmaganmisiz? O'rgandim. Hech bir dono musulmon hech qachon ma'qullamaydigan narsalarni ham eshitganman. Odamlarni ishonchiga kirish, Allohga shirk keltirish mumkin bo'lgan har qanday gunohdan yomonroqdir. Xuddi shunday. Men kalom ilmining muxlisiman. Gaplaringga ishonadi deb o'ylaysanmi? Men senga Allohning va rasulining kalomini gapirsam, sen menga kalom ilmining muxlisiman deyapsan. Alloh Qur'onni yetkazishni senga buyurganmi yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgami? Sallallohu alayhi va sallam. Seni aqli raso kishi deb o'ylagandim, Marisi. Bid'at va zalolat yo'lidan to'g'ri yo'lga qayt. Hech bir musulmon Qur'on va sunnatni qo'yib, falon Yunon faylasuflarining gapini olmaydi. Meni tushun. Menga qara, Bishir. Qur'ondan boshqasi behuda bekor. Magar hadis bilan fiqh mustasno. Ilmdir qay so'zda hadda sana bor. Qolgani shaytoniy ishlar mutlaqo. Endi nima deysan?
Sizdan uzr so'rayman. Shoshma Marisi. Bishir, Bishir. Bu ketishda qayerga ham borarding? Kalom ilmini o'rganib hech kim baraka topmagan. Borgan sari zalolat botqog'iga botib boradi. Allohim, u va unga o'xshaganlarni haq yo'lga boshla. Shirk va shaytonni ulardan uzoq qil. Mu'taziliylar o'zlari zalolatda bo'lganlari yetmagandek, boshqalarni ham zalolatga boshlayaptilar. Ahli ilmni adashtiryaptilar. Badr kabi yosh va ilmli yigitning o'z yo'lidan adashishi ulardan biri ekanligi meni hayron qoldirdi. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Bu odamlar yo'llaridan qaytmasdan haddalaridan oshdilar. Ular faqih va olimlar bilan kelishishni istamaydilar. Ular hokimiyatni egallab olishni xohlayaptilar. Men bunday deb o'ylamayman, Abu Zakariya. Mu'taziliylar buni o'ylamayaptilar. Mo'minlar amiri Harun ar-Rashid muhaddis va faqihlarning tarafida. Falsafa va kalom ilmini yoqlamaydi. Bular hozirgi hukumat davrida jim turibdilar. Harun ar-Rashid davrida bosh ko'tarmasalar, kelajakda boshqa xalifa davrida hukumatga chiqadilar. Hozir men uchun muhimi Badr. U shunday yosh aqlli va ilmli talabaki, uni bu bid'at va zalolatdan qutqarishimiz kerak. Biz nima ham qila olardik, Abu Abdulloh? Badr va boshqalarga yordam bera olamiz. Bir musulmonning zalolatga botib ketayotganiga qarab turavermaymiz. Odamlarni tubsizlikka tushib ketishlaridan ogohlantirishimiz kerak. Din masalasida tortishib o'tirgandan ko'ra ularga nasihat qilishimiz yaxshiroqdir. Musulmonlarni orasini to'g'rilay olmasak, ularni to'g'ri yo'lga boshlay olmasak, olayotgan ilmimizdan nima foyda bor? Marhamat qiling. Keling, Abu Abdurrahmon. Nega kulasan? Siz Shofiyni qo'liga tushirmoqchi edingiz. O'zingiz uning qo'liga tushibsiz-da, Marisi. Uni aqli hushi joyida deb o'ylagandim. Nimalar haqida gaplashdingiz? Muhim gap yo'q. Undaylar qanchalik adashganliklarini o'zing ham bilasan. Ular qachon bas qiladi ekanlar-a? Yo'limizga mana shundaylar to'g'anoq bo'lyaptilar. Harun ar-Rashid tirik ekan, ular yuksalaveradilar. U bizni qo'llab-quvvatlamaydi. Harun va uning odamlarini Alloh jazosini bersin. O'z sha'niga munosib ish qilmayapti. Otasi Al-Mahdi unga Harun emas, Fir'aun deb ism qo'ysa to'g'riroq bo'lardi. Alloh ularni istehzo qiladir va tug'yonlarda dovdirashlariga qo'yib beradir. So'ngra Alloh kofirlarni yo'q qiladi va solih odamlarning qo'llari bilan haqiqatni ko'rsatadi. Gap shu, Abu Abdulloh. Abul Abbos bilan sizga taalluqli masalada maslahatlashdim. Qanday qarorga kelgan bo'lsangiz ham yaxshilikka bo'lsin, mo'minlar amiri. Dinni yaxshi bilgan, ilmli, xulqi go'zal, adolatli, qozilik lavozimiga munosib bir kishini qidirayotgandim. Bunga sizdan-da munosib nomzodni topa olmadim. O'zingiz bunga nima deysiz? Bu albatta men uchun juda katta sharafdir, hojam. Bu lavozimga birinchi bo'lib meni tanlaganingiz meni bag'oyatda shod qildi albatta. Ammo ming afsuski, men bu ishni qila olmayman. Taklifingizni qabul qila olmayman. Nega? Nima sababdan? Mo'minlar amiri, sizga avval aytganimdek, men o'zimni va umrimni Alloh azza va jallaning kitobi va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sunnatlarini mukammal o'rganishga bag'ishlaganman. Sallallohu alayhi va sallam. Shulardan boshqasi bilan mashg'ul bo'lish niyatim yo'q. Unda Yamanga nega borganding? Yamanga u yerga ilm izlab borganman. Imom Azam Abu Hanifa va
uning shogirdi Abu Yusufdan o'rganganlarim meni o'ziga maftun etganda, shuningdek Bag'dodda ham ulardan olgan ilmlarimni yanada oshiryapman. Men uchun ilm o'rganish eng birinchi o'rinda. Ilmdan boshqasi bilan mashg'ul bo'la olmayman. Shunday qilib, sen qozilik maqomidan voz kechasan, to'g'rimi? Agar mo'minlar amiri izn bersalar. Mo'minlar amiri, sen va sening istaging bo'lmish Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatiga qarshi bormaydi. Sallallohu alayhi va sallam. Lekin bir shartim bor, Abu Abdulloh. Mo'minlar amirining har qanday shartiga tayyorman. Vaqti bilan mening majlislarimda hozir bo'lasan. Amringiz bosh ustiga. Barakalla Shofiy. Mu'tazila shayxlardan biri bilan gaplashganingni eshitib qoldim. Aminmanki, sen hozir mening maslahatimga muhtojsan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Sallallohu alayhi va sallam. Din nasihatdir. Odamlar kimga ey Allohning rasuli dedilar? Allohga, uning kitobiga, rasuliga, musulmonlarning rahbarlariga va oddiy qavmga. U odamlar islom diniga bid'atlarni olib kirdilar. Shu kungacha sahobalar va tobiinlar aytmagan gaplarni aytibdilar. Sen ular haqida nimalarni eshitding? Bo'lmag'ur gaplarni. Ey Badr, Qur'on Allohning kalomi. Mu'tazililar buni rad etyaptilar va uni maxluq deyaptilar. Bunga ishonish mumkin emas, Badr. Bu odamlardan uzoq yur. Ular iymoningni chalkashtiradilar. Din Ashras va Marizining qarashlaridan iborat emas. Suhayb yetkizdimi? Kimligi muhim emas. Amallarning eng yomoni yangi paydo bo'lganlaridir. Har bir yangi chiqqan amal bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir. Barcha zalolat do'zaxdir. Eng yaxshi hidoyat Muhammadning hidoyatidir. Menga qara Ibn Hanbal. Nimaga e'tiqod qilish bu mening ishim. Sen ham boshqalar ham aralashishga haqli emas. Shayx Bishr va Sumama ibn Ashrasga kelsak, ular haqida gapirganlaring uchun Allohdan mag'firat so'ra. Sen ham men ham ularning ilm darajasida emasmiz. Ular bilan bahslashish uchun sening ilming yetmaydi. Ularga nisbatan aytilayotgan gaplarning bari odamlarning mish-mish gaplaridir. Hamma martabali kishilar ulardan ta'lim olishni boshlaganlar. Qolganlar esa to'g'ri yoki zalolat yo'lidamanmi deya o'zlariga savol bersinlar. Haddingdan oshib keting Badr. Har bir ishda xayr bor. Abu Abdulloh seni o'ylab, senga yaxshi bo'lsin deb senga bu gaplarni gapiryapti. Mu'tazililarga martabali kishilar ergashganlar deganingga kelsak, bekorlarni aytibsan, xo'pmi? Ularning orasida birorta ham aqlli inson borligini bilmayman. Abu Duvatni ilmi kuchli aqlli inson demaganmiding o'zing? Endi o'zingning gapingga o'zing qarshi boryapsan. Bu ishlarga Abu Duvatning nima aloqasi bor? Qaysi Abu Duvatni aytayapti? Uyimni ijaraga olgan kishi. Badr bilan uni tanishtirgandim. Badr uni ham mu'tazililardan biri demoqchi bo'ldimi? Ha. Men ham shunaqa tushundim Ibn Hanbal. Shunday demoqchi bo'ldi. Marhamat. Yana biror narsa kerakmi, opa? Shofiy. Uyga joriya olamiz deganding, nima bo'ldi?
Nega hanuzgacha kelmadi? Qani aytchi. Hech narsa bo'lmadi. U qiz haqiqatdan ham adolatsizlikdan qiynalgan ekan. Unga juda ham achinib ketdim. Lekin ko'zlaring boshqa narsa deyapti. U qizni bu uyga faqat siz uchun olib kelyapman, opa. Sizga yordam berish uchun. Agar uni xizmatingizda bo'lishini istamasangiz, boshqasini topamiz. Uni keragi yo'q demoqchi emas edim. Lekin u qiz bizdan nimanidir yashirayotganga o'xshaydi. Bizni tashvishga qo'ymasa edi deb qo'rqaman. To'g'ri aytasiz. Muammolarni uyga olib kelishdan ko'ra uni hal qilish to'g'riroqdir. Alloh sendan rozi bo'lsin, ukajon. Shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'rayman. Bundan qanday xabar topdinglar? Biz mu'taziliylar domiga tushib qolgan kishiga maslahat berayotgan edik. U bizga mu'tazila oqimida ekaniga ochiq-oydin ishora qildi. Ishora qildi? Mening fikrimcha, uni mu'taziliylardan deb atashga shoshmaslik kerak. Chunki u o'z og'zi bilan tan olmagan, balki jahl ustida shunday degandir. Shaytonning yovuzligidan Allohdan panoh so'ranglar. Dalil va isbotsiz bir kishi ustida shubha qilmanglar. Aminmanki u mu'taziliylardan. Dindan adashgan zalolatdagi inson meni uyimda qolishiga yo'l qo'ya olmayman. Agar u kishini mu'tazili ekanini aniq bilgan bo'lsang, uni bid'at va xurofotni gapirishiga yo'l qo'yma. Uni o'z holiga qo'y. Uni Allohga havola qil. Sen o'z ishingni qilding, tamom. Boshqasiga aralashma. Sen nima deysan, Abu Abdulloh? Men ham Ibn Mu'inning gaplariga qo'shilaman. Shubha faqat aniqlik bilan olib tashlanadi. Birodarlar, ilohiyotshunoslikka taalluqli masalalarni bu yerda so'rab yurmanglar. Hayotimizdagi masalalarga oid savolingiz bo'lsa, marhamat, qadariylar, jabariylar va mutaziliylarni muhokama qilmang. Iltimos, ularni o'z holiga qo'yinglar. Ular Qur'onni maxluq deydilar. Ularga nima bilan javob berishimiz kerak? Bu masalalarni bu yerda muhokama qilmaymiz dedim. Shuningdek, bunday savollarga omma oldida javob berilmaydi. Chunki bu nozik masala, javobi ham nozikdir. Lekin shuni aniq ayta olamanki, kimki Qur'onni maxluq desa, u kofirdir. Alloh yana ham bilguvchiroqdir. Qur'onni maxluq deydiganlarga raddiya bildirish uchun sizdan qachon to'liq javob olishimiz mumkin? Ilm beruvchi va ilm oluvchilarga mening eshiklarim doimo ochiq. Shofiyning uyi deb so'rasangiz, ko'rsatib yuboradilar. Ammo bahs va tortishuvlar uchun meni bezovta qilmang. Baraka toping, Shofiy. Agar bizni uyimizga kelib mehmon bo'lsangiz, bizni bag'oyat shod etgan bo'lardingiz. Shuningdek, boshqa birodarlarimiz sizning suhbatingizga muhtoj. Ziyoratingiz bilan ularning savollariga javob bergan bo'lardingiz. Men roziman. Qachon xohlasangiz o'shanda tashrif buyuraman. Hozir bora olasizmi, shayxim? Albatta, marhamat. Yaxshi qolinglar. Yaxshi qolinglar, birodarlar. Yaxshi boring, shayxim. Yaxshi boring, shayxim. Qachondan beri bu ishlar sodir bo'lyapti, Ibn Robiy? Anchadan buyon shunday bo'lib kelyapti, hojam. Anchadan beri? Sen qayerga qarading shuncha payt? Men, o'zingiz bilasiz, xabaringiz bor. Nimani bilaman? Atrofimda nimalar bo'layotganini ko'rmasam, qayerdan ham bilardim? Mu'minlar amiri bo'la turib, hech narsadan xabarim yo'q.
Hammasidan xabardor bo'lsam-da, barmakiylarning ishlariga aralasha olmayman. O'zingiz ham meni og'zimni yopdingiz, ey mo'minlar amiri. Har gal ular haqida sizga gapirsam, sizni jahlingiz chiqadi. Menga ishonmasdan meni gaplarimni inkor etyapsiz. Meni inkor etmasligingiz uchun, hammasini aniq ko'ra olishingiz uchun xalifalik davlati ortida qanchadan qancha isrofgarchiliklar qilayotganlarning dalil va isboti, hattoki hujjatlari bilan keldim. Mana endi qo'lingizda ularga qarshi dalillar bor. Bu hujjatlar barmakiylarning davlat xazinasini deyarli bo'shatib qo'yganliklarini aniq isbot qilib beradi. Ularga bularning nima keragi bor? Ular xohlagan paytda, xohlagan pullarini xazinadan ola olsalar, bu ishga qo'l urishlariga hojat yo'q. Bunisini bilmadim-u, lekin Ja'far al-Barmaki va Yahyo ibn Abdulloh at-Tolibiy o'rtasida bir gap bor. Ja'farni zindondagi Tolibiy bilan qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Gapir. Bilmadim hojam. Lekin ular o'rtasida bir sir borligi aniq. Siz boshlaysizmi yoki biz gapiraylikmi, Shofiy? Siz nima desangiz shu. Xohlasangiz o'zingiz boshlang, marhamat. Biz gapiramiz. Allohga qarshi eng katta tuhmatlardan biri bu uning yaratganiga teng kelishlikdir. Alloh eshitadi, ko'radi, qo'li va oyog'i bor deb uni biror narsaga o'xshatish gunohdir. Qur'onda shunday deyiladi. U zotga o'xshash hech narsa yo'qdir. Bu birinchi dalilimiz. Ikkinchi, eng katta yolg'onlardan biri Qur'onning maxluq emasligini iddao qilasizlar. U Allohning kalomi deysizlar va bu bilan siz Allohni xuddi insonlardek gapirishga ishora qilib, uni insonga qiyoslaysiz. Zero Qur'oni Karimda shunday deyiladi. Albatta biz uni arabcha Qur'on qildik. Qildik ya'ni yaratdik deganidir. Yana Alloh har bir narsaning yaratuvchisidir. Demak, Qur'on ham narsadir. Bunisigachi? Bunisiga nima deysiz? Shofiy? Olamlar Robbisiga hamd va sanolar va rasuliga durud va salovatlar bo'lsin. Allohning sifatlarini insonga qiyoslash hech bir musulmon bunday demaydi. Keltirilgan dalilingizga kelsak, u zotga o'xshash narsa yo'qdir. Bu oyatni to'liq aytmadingiz. Alloh taolo aytadi, unga o'xshash narsa yo'q va u ham hamma narsani eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Alloh azza va jalla shu oyatni o'zida ko'rish va eshitish sifatini isbot etgan. Shundan keyin ham bizlarni yolg'onchiga chiqarasizlarmi? Qani aytingchi, xo'sh, kim ham Allohni yolg'onchiga chiqara oladi? Alloh taolo ko'radi va eshitadi deb uni o'xshatish aqlga to'g'ri kelmaydi va bizni shubhaga qo'yadi. Muhaddis va olimlar Alloh taoloni xuddi odamlardek gapiradi deyotganlari yo'q axir. Alloh xohlaganini aytadi. Alloh xohlaganicha aytadi. U zotga o'xshash hech narsa yo'qdir. Oyatda shunday deyiladi. Albatta biz uni arabcha Qur'on qildik. Siz aytgandek qildik, yaratdik ma'nosida bo'lsa, u holda o'zingizga teskari gapirgan bo'lasiz. Chunki bu fe'l yaratish ma'nosida ham, tushirish ma'nosida ham kelgan. Xuddi Alloh taolo Ibrohim qavmi haqida aytganidek, bas ular unga makr hiylani iroda qilishdi. Biz ularni tuban qildik, ya'ni tubanlikka tushirdik. Ularni o'zi tubanlikka tashladi. Albatta biz uni arabcha Qur'on qildik oyatini Qur'onni arabcha tushirdik deb qabul qilamiz. Alloh har bir narsaning yaratuvchisidir. Demak, Qur'on ham yaratilgan, ya'ni maxluqdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan:
Qaysi narsa eng katta guvohlikdir? Aytki, Alloh men bilan sizlarni o'rtangizda guvohdir. Alloh azza va jalla o'zini narsa deb aytayapti. Shu oyatga ko'ra, sizningcha Alloh subhanahu va taoloni maxluq deyishimiz kerakmi? Alloh har bir narsani yaratuvchisidir degan oyatingizda Qur'onni maxluq deymizmi yoki Alloh azza va jallani maxluq deymizmi? Har bir jon o'limni totguvchidir. Oyatini o'qib, Allohni o'ladi deya olmaymiz. Ya'ni bu oyatdan hamma o'ladi deb tushuniladi. Bu hayot bir kun borib oxiriga yetadi. Bu oyat Alloh taologa taalluqli emas. Yana gapingiz bormi? Kim haqiqatni izlayotgan bo'lsa, kim aytganiga ahamiyat bermasdan ergashish kerak. Ali roziyallohu anhu aytganlaridek, odamlarni haqiqatdan biling, haqiqatni odamlardan emas. Qaysarlarga kelsak, ular tahlikada yashab, dunyo va oxiratlarini xarob qiladilar. Yaxshi qolinglar. U bilan bahslashma degan edim-ku. Gapimga quloq solmading. Endi ko'ngling to'ldimi? Assalomu alaykum hojam. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Abu Abbos, kel o'tir. Nimalarni o'ylayapsiz, ey mo'minlar amiri? O'ylamaganim qolmadi. Hammasini o'ylab chiqdim. Barmakiylarnimi? Hamma ham ularga o'xshagan emas, mo'minlar amiri. Biroz boshqacharoq Ibn Robiy. Hamma ham barmakiylarga o'xshamaydi, balki barmakiylar hammaga o'xshashadi. Ular haqida o'ylayotgan ekansiz. Bir mulohazam bor, hojam. Bilib turibman, nega endi mo'minlar amiri barmakiylarni bunchalik bo'sh qo'yib, xaliflik ortida tug'yonga ketib bilganlarini qilishga qo'yib beryapti deyapsan. Ma'zur tuting, mo'minlar amiri. Ammo ular haqida o'ylab ko'rsam, shubhalarim barmakiylarning haddilardan oshib ketganliklarini ko'rsatadi. Ularning jazosi qatl bo'lmog'i kerak. Ammo hojam, siz ularni kechirib, hiyla nayranglarini yopishda davom etyapsiz. Bo'lar ish bo'ldi, Abul Abbos, bo'ldi. Musaqqabul Abdi aytganidek, ablah do'st dushmandan yomon. Ne hiyla bilsa, ishlatar oson. Assalomu alaykum. Muhammad. Assalomu alaykum birodar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qandaysan? Anchadan buyon ko'rinmaysan. Tinchmisan? Nimalar bilan bandsan? Hayot tashvishlari bilan yuribman, Abu Duat. Hayot tashvishlari tugarmidi birodar? Yur, birga biroz suhbatlashamiz. Qani yur. Ming bor uzr, ishlarim ko'p. Men bilan gaplashishni istamaysan shekilli. Seni taniganimdan buyon haqiqatni gapirgansan. Seni xafa qilib qo'ydimmi yo?
berkitmasdan aytaver. Ikkovimizdan qay birimiz gap yashiryapmiz o'zi? Nima demoqchiligingni tushunmadim, birodar. O'zingni jinnilikka solma. Nima deyotganimni juda yaxshi tushunib turibsan. E'tiqod qilayotganlaringga shunchalik ishonar ekansan, nega yashirib yuribsan? Shoshma. To'xta, birodar. Nima deding? Kel, ichkarida gaplashaylik. Hammasini tushuntirib beraman. Yo'q, Abu Duat. Sen bilan hech qachon gaplashmayman. O'zing bilasan. O'zingga jabr qilding. Gapir, nima demoqchisan? Yahyo ibn Abdulloh at-Tolibiy. Xo'sh, Ja'far al-Barmakiyning zindonida emasmidi? Bilishimcha, Yahyo ibn Abdulloh va Ja'far al-Barmakiy o'rtalarida yaqin munosabat bor. Buni qayerdan bilding? Biror daliling bormi? Ja'far qulay fursat bo'lishi bilan Yahyoni zindondan chiqarib olishga va'da bergan. Ular har tun Ja'farning huzurida suhbatlashib o'tiradilar. Tongga yaqin Yahyoni yana zindonga olib borib qo'yadilar. Meni bilganlarim shu. Gaplaringni rostligiga aminmisan? Ha, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Xo'sh, ular nima haqida gaplashar ekan? Bilmayman. Ja'far at-Tolibiy bilan gaplashayotgan paytda xizmatchilarini ham, yigitlarini ham kiritmas ekan. Ular har kuni gaplashib turishar ekanmi? Deyarli har kuni shunday. Ular nima haqida gaplashganlarini bilishning biror yo'li bormi? Buni umuman imkoni yo'q. Chunki Ja'far al-Barmakiy bu ishni nihoyatda ehtiyotkorlik bilan qiladi. Faqat xos xizmatchilarigina bundan xabardor. Qanday bo'lmasin, hammasini bilib kelasan. Men nima haqida gaplashayotganliklarini bilishim kerak. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman, hojam. Menga aytadigan gaping borga o'xshaydi, Abu Abdulloh. Ha, mo'minlar amiri. O'z uyimga, oilam yoniga qaytishimga izn berishingizni so'ramoqchi edim. Uyga qaytmoqchisan. To'g'risini ayt, biz bilan zerikdingmi, Abu Abdulloh? Sizni huzuringizda suhbatingizdan zerikib bo'ladimi? Aslo unday emas, hojam. Ammo onamni anchadan buyon ko'rganim yo'q. Ayolim va bolalarimni sog'indim. Mo'minlar amiri izn bersalar, ertagayoq Makka mukarramaga yo'l olardim. Maslahatchim va ilm sevar jiyanimni ketishini istamasam-da, unga ruxsat beraman. Sen va suyganlaring o'rtasida qolishni xohlamayman, Muhammad. Alloh sizdan rozi bo'lsin, hojam. Taklifim hali ham o'z kuchida qoladi, Abu Abdulloh. Bu yerda bo'lmasa, Makkada qozilik qil. Men avval ham aytgan fikrimda qolaman. Ey mo'minlar amiri, bu ishni qila olmayman. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin, Abu Abdulloh. Ixtiyoring. Qo'pollik qilibsan, qattiq gapirib yuborgansan. Bunday qilmasliging kerak. Menimcha ularga o'z fikringni aytib, yomon gapirmasliging kerak, Ibn Nuh. Jahl ustida ularni nimalar qilishlarini bilmaysan. Alloh ularni qalblarini ochsin. Badrni qilgan ishini qarang. Abu Duatchi, u ham shuncha ilmga ega bo'la turib, tutgan yo'lini ko'ring. Ularga bu fikrlar Yunon faylasuflari kitoblari orqali kiritilgan. Bu bilimlar odamlarning payg'ambarlarga va dinga bo'lgan nazarlarini o'zgartirgan. Agar ular bu bilimlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislaridan
Sahobalar hayotlaridan izlaganlarida edi. Sallallohu alayhi vasallam. Eng to'g'ri javoblarni topgan bo'lar edilar. Alloh hammamizni haq yo'lga boshlasin. Amin. Amin. Rahmat. Bilasizmi, Abu Duvat ibn Nuh siz haqingizda mendan so'raganida bir gap borligini sezgandim. Ikkovingizning bilimlaringiz orasida ancha farq bor. Ko'p gapirib, va'z o'qib, odamlarni da'vat qilib bo'lmaydi. U meni o'z mazhabiga og'dirmoqchi bo'ldi. Uni menga bo'lgan munosabati yaxshi deb o'ylardim, lekin vaziyatni noto'g'ri baholadim va shunga yarasha javobimni ham oldim. Hechqisi yo'q, Badr. Hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan ham og'ir haqoratlarga bardosh berganlar. Ammo to'g'ri yo'lga da'vat qilishdan to'xtamaganlar. Sallallohu alayhi va sallam. Sizdan bilmaganlarimni bilib olyapman. Kundan kun ilmim ortib boryapti. Bir narsaga hayron bo'lyapman. Shunday ilm va zakovatingiz bilan nega shayxlarimiz bilan birga emassiz? Yondashuvlarimiz bir, ammo tutgan yo'limiz va uslubimiz boshqa Badr. Qanaqasiga axir? Shayx Marisi va uning tarafdorlari ko'pincha xavotirli ishlar qiladilar. Harun ularni kuzatishni buyurgan. Xavotir olishga asos yo'q. Lekin ehtiyotkorlik juda ham zarur. Men ularning xatti-harakatlarini inkor etmayman. Sen kabi mazhabga yangi qo'shilgan yoshlarni qo'llab-quvvatlayman. Ha, qo'llab-quvvatlayman. Albatta fikringizga qo'shilaman. Ammo nima, Badr? Bo'lib o'tgan ishlardan keyin Muhammad ibn Nuhning uyida qolishingiz menga yoqmayapti. Xavotir olma, Badr. Xavotir olma. Boshqa uy qidirib topaman. O'zim ham zalolatga botgan insonning uyida yashagim yo'q. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qalbimni qopladi g'am, alam, tashvish. O'zing najot bergin, ber menga imkon. Marhamating mashhur, sendan kushoyish. Meni qiynab qo'ydi bu qaysar zamon. Nusrat, najot, madad berguvchi o'zing. Oson qilguvchi ham, sababchi ham sen. Nima bo'ldi senga, o'g'lim? Nimadan bezotasan? Yo'q, hammasi yaxshi. Qachondan beri onangdan gap yashiradigan bo'lding, bolam? Yoki menga aytib bo'lmaydimi deyman. Katta bo'lib, onangni pisand etmay qoldingmi? Gap yashirayotganim yo'q, onajon. Haqiqatan ham hech gap yo'q. Ayni damda qalbim xotirjam, xayolimda esa Bag'dod va uning olimlari. Ko'proq hadis o'rganmoqchiman. Ilmimni oshirmoqchiman. Shuncha vaqtdan beri
Bag'dod olimlaridan ilm olding bolam. Boshqa yerlarga ham borib, boshqa olimlardan ilm olishing, yangiliklarni bilishing kerak. Shundagina o'ylagan maqsadingga yetasan, Xudo xohlasa. Qanday qilib, onajon? O'zi kunimizni zo'rg'a ko'rib yurgan bo'lsak, safarga chiqish uchun ham ancha-muncha pul kerak. Gaping tugagan bo'lsa, bilib qo'y bolam. Rizqimizni Alloh beradi. Unutma, kimki ilm yo'lini tanlagan bo'lsa, Alloh uni jannatga borishi yo'llarini oson qilib qo'yadi. Bu ishlarning hammasi Allohning iznida. Unga tavakkal qil, o'g'lim. Shunday ekan, harakatingni qil. Harakat qil, o'g'lim. Gaplaringiz to'g'ri, ona. Ammo men sizni qanday qilib bir o'zingizni qoldirib ketaman? Onangni zaifa, sensiz hayot tashvishlariga bardosh bera olmaydi deb o'ylayapsanmi? Meni o'ylama, bolam. Alloh men bilan. Qolaversa men o'zimni eplay olaman. Muhimi sen va seni maqsadlaring. Bu ahmoq qiz xaridorga nima dedi ekan-a? U juda ham kech qoldi. Qaytib kelmaydimi deb qo'rqaman. Kelaman deb aytdi-ku axir. Har holda yolg'on gapirmasa kerak. Kelaman dedi. Unda nega kelmayapti? Bilasan-ku, u juda ham band odam. Balki kasal opasi bilan ovoradir. Balki mo'minlar amiri uni ish bilan biror joyga jo'natgandirlar. Bizni kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Yana qancha kutish mumkin? Qasam ichib aytaman. Agar xaridor kelmasa, mana bu qizni juda qattiq qiynoqqa solaman. Xotinjon, shu bitta kamchiliging bor-da. Jahling chiqqanida aqling ishlamay qoladi. Seni kamchiliging esa, Erjon, na aql bor, na jahl. Ha, nega unday qarayapsan? Meni jinni demoqchimisan? Alloh saqlasin. Hech narsa demoqchi emasman, go'zalim. Hech narsa. Yo Rabbim, shu jahannamdan ketishdan o'zga istagim qolmadi. Nega ham bu uyga kelding? Qalbimda umid uchqunini yoqding. Allohim, o'zing asra meni. Yo Rabb, o'zing asra meni. Ahmad ibn Hanbal. Ushbu serial Azon TV ilmiy ma'rifiy onlayn telekanali buyurtmasiga asosan Kof Media studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Navro'z Jumayev, Ixtiyor Otajonov, Azizxon Latipov, Bahrom Boltayev, Nodir Mirzahmedov, Ravshan Musaboyev, Asomiddin Yo'ldoshev, Ilyos Yunusiy, Feruza Mustayeva, Nargiza Shahobova. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Tajiddinov, ovoz operatori Shavkat Komilov. E'tiboringiz uchun tashakkur.